Assalomu alaykum. Xayrli kech. Suhbatimiz avvalida unga mavzu bo'lgan asardan kichkina bir parcha o'qiyman. Bir narsani yodingizda tutishingiz kerak. Menga qanday yorsam ko'rsatmasangiz ham, bu sizga meni bir tajriba quyoni sifatida ko'rish huquqini bermaydi. Men insonman. Charli ham sizni laboratoriyangizga kelishdan avval bir inson edi. Hayratdamisiz? Ha, shunday. Men oldin ham shaxs edim, lekin sizni inson haqidagi tasavvurlaringizga to'g'ri kelmaydi bu. To'g'ri emasmi? Sizningcha insonning IQ'si 100 dan past bo'lsa, u to'laqonli shaxs inson emas. Meni ko'rganingizda sal bo'lsa ham vijdoningiz bezovta bo'ladimi? Professor janoblari, bu iztirobga to'la xitoblar, bu munosabat amerikalik yozuvchi Daniel Kizning 14 yil davomida to'plab, boyitib, to'ldirib, nihoyat 1966-yilda so'nggi nuqta qo'ygani va o'sha yili chop etilgandan keyin Amerika diyoridagi eng zo'r roman degan nomga mukofotga sazovor bo'lgan Algernonga atalgan Gullar romani qahramoni Charli Gordonga tegishli. Charliga 32 yoshga to'lguniga qadar hamma aqli zaif, tentaknamo sifatida qarar, shunga yarasha munosabat qilishar, uni ustidan ayrimlar kulishar, mazaxlashar, lekin bularni birortasi Charliga Gordonga og'ir botmas edi. Chunki u o'zini ustidan qilinayotgan mazaxlarning mohiyatini tushunmasdi. Hammani o'ziga o'xshagan toza, o'ziga o'xshagan samimiy, o'ziga o'xshagan rostdan kulayotgan, unga yordam bermoq bo'lib, undan zavqlanib kulishayotgandek his qiladi. Birgina onasi Roza, o'zini tuqqan bolasi, birinchi bolasi nega bunaqa tug'ilganligini tan olishni xohlamagan, o'zi ham sog'lom bolani dunyoga keltirishi mumkin ekanligini hammaga isbotlashga qasd qilgan onasi Roza Charlida ancha qiynaydi. Oyisi unga baqiryapti. Yo'q, oyisi dadasiga baqiryapti. Men uni maktabdan maktabga ko'chirmoqchi emasman. U hamma bolalardek bola. Roza, o'zingni o'zing aldashni bas qil. Uni aqli raso emas, unga bir qara Roza. U 6 yoshga kirdi, lekin u espas emas, hamma bolalar kabi bola. Ota ipini o'ynayotgan o'g'liga g'amgin nazar solib qo'ydi. Charli jilmayib, unga ipi naqadar zo'rligini ko'rsatmoqchi bo'lib, qo'lini tepaga ko'taradi. Bu jirkanch narsani tezda tashlab yubor, deb onasi uning qo'liga uradi. Ip yerga tushib ketadi. Bor, kubiklaringni o'yna. Charli bu kutilmagan g'azabdan qo'rqib ketadi. U endi nima sodir bo'lishini bilmay qaltirasga tushadi. Ota-ona bahslashda davom etmoqda. Bir-biriga baqirayotgan ovozlar Charlini iskanja kabi qisib qo'yayotganday go'yo. Vahima. Charli, tezda hojatxonaga bor. Ishtoningni bulg'ab qo'ysang, mendan ko'radiganingni ko'rasan. Albatta, onasining gapiga quloq solib, hojatxonaga ketgan bo'lar edi. Ammo negadir oyoqlari unga bo'ysunmaydi. Qo'llari boshini kaltakdan himoyalash uchun beixtiyor ko'tariladi. Azbaroyi Xudo, Roza, tinch qo'y uni. Bolani qanday qo'rqitib yuborganingni qara. Doim shunday qilasan. Bechora bola bo'lsa, nega sen menga yordam bermaysan? Nega men hammasini o'zim qilishim kerak? Tengqurlardan orqada qolib ketmasligi uchun men u bilan har kuni shug'ullanaman. Uning rivojlanishi juda ham sekin, bori shu. O'zingni o'zing aldama Roza, insofdan emas. Sen unga xuddi hayvon kabi o'rgatasan. Qo'y uni o'z holiga. Aqli noqis shaxslar o'qiydigan maktabda chala-churpa savodi chiqqan Charlining tog'asi o'zini yaqin do'stlaridan, sadoqatli do'stlaridan biri Novvoyga shogirdlikka beradi. O'shini ishxonasiga, muassasasiga topshiradi. Va Charli u joyda eng qora, boshqa ishchilar o'ziga ep ko'rmaydigan ishlarni ham qilishdan jirkanmaydi, undan seskanmaydi, sidqi dildan bajaradi. Juda ham kam oylik olsa-da, o'sha yerda pishayotgan nonlardan, bo'lishkalardan qorni to'yib, hayotning mazmuni shu ekanligi va hali suhbatimiz boshida aytgan zavqli hayotini odamlar bilan bizni yuzaki qaraganimizda kulgiga to'la hayotini davom ettirib yuradi. Va ularni qilayotgan munosabatlarini ham samimiy, yuvosh qabul qiladi. Birortasidan ko'ngli og'rimaydi, ozurda bo'lmaydi. Nihoyat Charli Gordonning hayotida keskin burilish yuzaga keladi. Ana shu
aqli noqis odamlar miyasi ustida tajriba o'tkazib, ularni aqlli qilish kerak bo'lsa, uncha normal aql egalaridan ham tezroq rivojlanadigan aql sohibiga aylantirish niyatida yurgan ikki mutaxassis, professor Nemur va doktor Shtraus boshchiligidagi mutaxassislar guruhi Charliga qiziqib qolishadi. Ular undan oldin Algernon laqabli kitobning nomi shundan olingan. Demak, Algernon laqabli oppoq sichqonni miyasi ustida shu tajribani o'tkazgan va bu tajribaning natijasi ular kutgandan ham ko'ra yaxshiroq bo'lgan bo'ladi. Va navbat Charliga keladi. Uni operatsiyasi ham, jarrohlik amaliyoti ham muvaffaqiyatli o'tadi. Charli qisqa muddatlarda misli ko'rilmagan natijalarni ko'rsata boshlaydi. Romanni boshida o'qib, asarni mutolaa qilar ekansiz, qanchalik savodsiz, imloviy xatolarga g'ich kundalik yozayotgan Charlini dagi o'zgarish nafaqat savodida, balki uni aqliy idroki, tushunchalari, bilimi, tafakkurida ham juda tez o'sa boshlaydi. Charli o'zini tuzatgan doktorlar o'qimagan, ular mutaxassislar hali ko'rib ulgurmagan yoki ko'rsada tushunmayotgan manbalarni o'zlashtira boshlaydi va o'zini operatsiya qilingan laboratoriyani ishlariga qolgan mutaxassislardan ko'ra ko'proq hissa qo'sha boshlaydi. Shuni barobarida uni ongida avval 32 yilga qadar o'zini eslagan boringana 3-4 yoshidan boshlab o'tgan 30 yil o'tgan umriga qayta retro qilish ehtiyoji ham paydo bo'ladi, chunki u aqlli bo'lib boryapti. U analiz qilishni boshlaydi, xotirlashni boshlaydi va o'ziga ko'rsatilgan zulmlar, o'ziga ko'rsatilgan alamlar, masxaralar, mazaxlar, kinoyalar, barcha behurmatliklarni hammasini mohiyatini anglay boshlaydi. Va Charli ham o'zini atrofidagi hayotni reviziya qilishga o'tadi. Bundan keyingi hayoti go'yo o'zi intilgan 32 yil davomida intilgan qolganlardek aqlli bo'lish, dunyoni aqlli idrok qilish, uni hayotida aqlli ishtirok etish degan kutumlari afsuski teskari natija bera boshlaydi. Bunga qo'shimcha u o'zini ustida tajriba o'tkazgan olimlarni ham diqqat bilan kuzatib, qarab, ularning bor yo'q niyatlari mana shu tajriba orqali dunyoga shon shuhrat qozonish, nom taratish, o'zgalarni qoyil qoldirish, ilm olamida katta sensatsiya yasash ekanligini anglab qoladi. O'sha olimlarni ilmi ham, dunyoqarashi ham, odamiy sifatlari ham o'rtamiyona, balki undan ham pastroq ekanligiga guvoh bo'ladi. Ulardan hafsalasi mutlaqo pir bo'ladi. Ular tashkil etgan, o'zlarini tili bilan aytganda, ular hammasini kinolentaga olishadi, magnitofonga yozib olishadi. Bundan 3 oy avvalgi Charlini, chinakam ahvoli tentak Charlidan bugun intellektual jihatdan, aqliy jihatdan nihoyatda tez rivojlanayotgan, kerak bo'lsa daho darajasiga o'sib borish jarayonini boshdan kechirayotgan chinakam intelligent, chinakam bilimli, chinakam olim Charli Gordonni ko'rsatishga bag'ishlangan xalqaro konferensiyani ham buzib, Charli boyagi kayfiyati bilan u yerda butunlay tark etadi. O'zi bilan birga ana u do'stiga aylanib qolgan, xuddi o'zidek undan avval tajriba stoliga yotgan oppoq sichqoncha Algernonni ham bag'riga bosib olib chiqib ketadi. Men bu yerga ilmiy izlanishlarning mahsuli sifatida kelganimni, shu sababli ko'rgazma quroli sifatida qatnashchilarga ko'rsatishlaridan shubham yo'q edi. Ammo barcha olimlar men haqimda xuddi endigina yaratilgan bir mavjudot haqida gapirganday so'zlashardi. Ularning hech biri meni bir shaxs sifatida ko'rmadi. G'azabim tobora qaynay boshladi. Nihoyat professor Nemurga so'z berildi va uning barchasini umumlashtiruvchi xulosani ma'lum qilib, tahsillarni qabul qilib olishi kutilgandi. Uning nutqi yaxshi bo'lganini tan olmay ilojim yo'q. Nemur tinglovchilarda ham yaxshi taassurot qoldirdi va u ma'ruzasini yakunlar ekan shunday dedi: hammamiz tajribani barcha ishtirokchilari tabiatning yana bir xatosini to'g'rilab, nuqsonsiz, qusursiz inson yarata olganimizdan beg'oyat xursandmiz.
bizning oldimizga kelishdan oldin Charli ulkan shaharda yakka o'zi, do'stlarsiz, qarindoshlarsiz, to'kis hayot kechirish uchun muhim bo'lgan aqliy salohiyatsiz yashardi. Uning na o'tmishi, na hoziri va na kelajakka bo'lgan ishonchi bor edi. Charli Gordon oddiygina hech kim edi. Nega aynan shu gaplar menga bunchalik qattiq ta'sir qilganini bilmayman. Chunki simpozium qatnashchilarining barchasi shunday fikrdaligiga shubham yo'q edi. Men ularga men insonman, men shaxsman, mening ota-onam, xotiralarim, tarixim bor. Jarrohlik stoliga yotishdan oldin ham men bor edim deb baqirgim kelardi. Jin ursin, nima deyayotganini o'zi ham tushunmayapti. Men hayrat bilan nazoratimdan chiqqan barmog'im Eljarnonning katagi qulfini ochib yuborganini kuzatib turdim. U menga diqqat bilan qaradi, so'ng katakdan otilib chiqib, rayosat o'tirgan stol ustidan yugurib ketdi. Keyin fojia yuz beradi. Uning dastlabki daragi biz aytganimiz Eljarnon oppoq sichqonchani tabiatida yuz ko'rsata boshlaydi. Avval u juda tez o'tayotgani murakkab labirintdan adasha boshlaydi. Undan keyin birdan kayfiyati tushib, qaysarlik qila boshlaydi va nihoyat ovqat yemay qo'yadi. Bu narsa oxir oqibatda uni o'limiga sabab bo'ladi. Uni o'zini bog'ini orqasida, gap shundaki, romanda aytilishicha, laboratoriyada qurbon bo'lgan barcha hayvonlar jasadi yoqib yuborilardi. O'zini jigaridek bo'lib qolgan Eljarnonni asrab yurgan Charli Gordon uni o'zini hovlisiga, daraxt ostiga, bog'chaga ko'mib qo'yib, har kuni shuni ustiga gullar qo'yishni odat qiladi va eng muhimi Charli Gordon o'zidan vahimaga tushadi. Tashvishga tusha boshlaydi. Ki menda ham shu hodisa yuz bersa-chi, menda ham muolaja kuchi ketib, orqaga keta boshlasam-chi va avvalgi holimga qaytsam-chi degan achchiq iztirobli tashvish uni o'rab oladi. Va shu asnoda ulgurib qolish uchun o'zini o'ldiga chiqargan ota-onasini, o'zidan keyin tug'ilgani, bilgani Norma degan singlisini qidirishga tushadi. Ularni topishga harakat qiladi, maqsadlarga bir qism erishadi ham. Afsuski, o'zini o'smirligida telbalarcha, keyinchalik esa butun qalbi bilan sevib qolgani, o'ziga saboq berib, uni go'yo katta qilgan, go'yo uni aqlli qilgan o'qituvchi o'zi aslida bo'lsa, dastlab bolaligida maktabda birga o'qigan qiz Alisani shuncha yordami, ko'magi, mehribonligi, shafqatiga qaramasdan Charli Gordonni aqlida keskin o'zgarish, xuddi avval tuzalish jarayonida operatsiyadan keyin qanchalik kuchli progress bo'lgan bo'lsa, shunchalik kuchli regress orqaga qaytish boshlanadi. Charlini avval xotirasi, u boya aytganimiz operatsiyadan keyin juda qisqa muddatlarda o'nlab xorijiy tillarni o'zlashtirib olgan bo'ladi va mana shu xotira, ya'ni til xotirasi keta boshlaydi. U o'qigan asarlarni endi eslay olmay qola boshlaydi. Nihoyat Charli avvalgi holatiga qaytadi. Ya'ni tentaknamo, aqli noqis, nuqul bor narsani ko'rganki narsasidan kulgi hosil qiladigan kishiga aylana boshlaydi. Alisani shuncha yordami, shuncha ko'magi, shuncha harakatidan qaramasdan Charlida ortga ketish bo'ladi. Hatto avval onasi yuborishga ko'nmagani Warrendagi espas odamlar joylashtiriladigan muassasaga ixtiyoriy tarzda ketadi. Asar oxiridagi uni kundaliklaridagi yozuvlarni, bitiklarni o'qigan o'quvchi, ozgina qalbi bor, ozgina insoniyligi bor, ozgina his-tuyg'usi o'lmagan har qanday o'quvchi bu kundalikni o'qib tomog'iga bir narsa tiqilmasligi, ko'ziga yosh kelmasligi va nadomatdan boshi chayqalmasligi mumkin emas. Men umrbod Warrenga ketyapman. Yana omi bo'lishni istamayman. Kinyan xonim menga achinishini istamayman. Novvoyxonada ham hamma menga achinyapti va mendaka Charli Gordonla ko'p joyga ketyapman. Oldin aqlli bo'lib, endi o'qishni bilmaydigan bo'lib qolganimga hech kimga rahmi kelmaydigan joyga ketyapman. Kinyan xonim va doktor Strauss va hamma xayr. Professor Nemurga aytib qo'yinglar. Uni ustidan kulishsa, joni chiqmasin. Keyin do'stlari ko'p bo'ladi. Ustingdan kulishga ruxsat bersang,
do'sting ko'p bo'ladi. Yashaydigan joyimda do'stlarim ko'p bo'ladi. Iltimos, agar iloji bo'lsa, Eljerno'nning qabriga gul qo'yib qo'yinglar. Orqa bog'chada. Do'stlar, hozirgacha aytgan gaplarimizni deyarli hammasi romanning sujeti, unda bo'ladigan voqealarning qisqacha hikoyasidan iborat edi. Endi ayni hodisalar tasviri, talqini orqali yozuvchi siz bilan menga xuddi o'zini yurtdoshlari o'tgan asrning 60-yillardagi amerikaliklarga ilingani singari siz bilan menga ilingani haqiqatlar nimadan iborat? Umuman Charlie Gordon timsolida insonning qaysi qismati, qaysi abadiyatga daxldor taqdiri hikoya qilingani haqidagi qisqa talqinlarga yuz tutsak menimcha to'g'ri bo'ladi. Avvalo bir gapni aytishimiz kerak. Avvalgi chiqishlarimizda ham menimcha aytganim, dunyoni miloddan avvalgi va miloddan keyingi 2025 yil davomida yaratilgan barcha o'lmas asarlarini juda ko'p fazilatlarning orasida meni nazarimda bitta jiddiy fazilat bor. U ham bo'lsa, bu asarlarda yuz beradigan fojialar, yuzaga keladigan konfliktlar, asarlarda ziddiyati va yechimi, ularning barchasida u yoki bu odamni, u yoki bu qahramonni, u yoki bu holatni aybdor qilib ko'rsatib bo'lmasligi. Masalan, eslaylik. Navoiyni Farhod va Shirini, Goeteni Faustni yoki Abdulla Qodiriyni O'tgan kunlari yoki Markesni Yolg'izlikning 100 yili romanini, Qahramonlar galereyasi, ularning taqdirini eslaylik. Aksariyat siz o'qigan, bilgan asarlarni tilga oldim xolos. Mana shu asarlarni yechimini yoki nedir bir fojialari, yuz bergan hodisalar, qiynoqlarda bitta ikkita odamni gardaniga tashlash bilan qutulib bo'ladimi? Aybdorni usha bo'ladimi? Qo'l bilan ko'rsatib bo'ladimi? Xuddi shunga o'xshab Daniel Kizning Eljerno'nga atalgan Gullar nomi ostida chop etilgan romani, u o'zi ilk bosilgan 66-yildan beri qariyb o'tgan 60 yil davomida nafaqat amerikaliklar, butun dunyo o'quvchilari tomonidan qiziqib o'qilayotganini asosiy sabablardan bittasi ham menimcha mana shunda. Ya'ni bosh qahramon Charlie Gordonning taqdiri shunday bo'lishiga kimnidir mana u sababchi bo'ldi, bu sababchi bo'ldi deb ko'rsatishga shaxsan meni yuragim dov bermaydi. Yuzaki qaraganda Charlie taqdiri bu taxlit yo'ldan ketishida uni bolaligida shafqatsiz jazolab kelgan onasi Roza aybdordek ko'rinishi mumkin yuzaki qaraganda. Biroq agar Rozaga ayol sifatida, ona sifatida ichiga kirib fikrlay boshlab ko'raylikchi. Axir u ham bolasini boshqa bolalardek mahallasidagi qo'shni xonadonda tug'ilgan bolalardek, tengdoshlaridek sog'lom bola deb o'zini ishontiradi. Ular boradigan maktabga bu ham borishga haqli deb ishontiradi va maktabga borgunga qadar o'sha darajaga yetkazish uchun qo'lidan kelganki, bilganki, bilmaganki usul bilan Charlie'ni aytilgandek normaga tushirishga harakat qiladi. Va eng muhimi, Roza o'zini juda unaqa yuzaki qaraganda o'zlarini dugona sanatsa ham Rozaga qanchalik yomon bo'lsa shunchalik xursand bo'ladigan Rozaning nuqtai nazarida qo'sh tirnoqdagi dugonalari tanishlar orasida mana shunaqa espas bola tug'adigan ayol ta'sirotini bermaslik uchun jon jahdi bilan harakat qiladi va menimcha buni ham ayniqsa ayol sifatida tushunish kerak. Charlie'ni otasini ham ayrim o'quvchilarimiz aytishi mumkin. Lapashaylik qiladi, xotinni nima desa shuniga gapiga kiradi, o'shini evaziga uni bolalar uyiga, keyinchalik tog'asiga berib beradi. Mana shunaqa gaplar bilan Charlie'ni otasiga yopishib oladigan o'quvchi ham topilishi mumkin. Holbuki agar diqqat bilan qarasak, asar davomida Charlie o'sha uylarga topshirilib, oxir oqibatda onasi tomonidan o'ldiga chiqarilgunga qadar ota har kuni, demak, hayoti davomida oilani Charlie tark etgunga qadar yuzlab, balki minglab marotaba ana asabiy ayoliga qarshi harakat qiladi. Uni yo'ldan qaytarishga, Charlie'ni qanday bo'lsa shunday qabul qilishga o'rgatishga harakat qiladi. Afsuski, hamma narsani ham chegarasi bo'ladi. Uni ham asabi, uni ham hayoti, uni ham taqdiri bor bu otani ham. Ayniqsa keyinchalik sog'lom Charlie'ning singlisi Norma sog'lom tug'ilganidan keyin onasini qat'iyati battar kuchayadi va nima qilib bo'lmasin, Charlie o'zini singlisiga yomon ta'sir o'tkazmasligi uchun xonadonni tark etishi, yo'qolishi kerakligini talab qilgandan keyin ota majbur bo'lib boya aytganim ishni qilishga majbur bo'ladi. To'satdan nima qilishim kerakligini esdan chiqarib yubordim.
xuddi boshimga bosqon bilan urganday. O'zimni maktab doskasi oldiga chiqqan, undagi matnni o'qib, so'ng ortiga o'girilishi bilanoq bir necha so'z yo'qolib, o'chib ketgani uchun butun matn mazmunini tushuna olmay qolgan bolakayday his qildim. Nima deyish kerakligini eslay olmadim. Hammasi yodimdan ko'tarildi. Bu ayol tizzalab pol artyapti. Yo'q, bu pichoq ko'targan erkakning rasmi. Shu yerda xotiram meni qayerlarga olib ketayotganini tushundim va shosha-pisha e'tiborimni boshqa narsaga qaratdim. Ikkita odam nimanidir tortishyapti. Ikkalasi ham o'ziga tortayotganga o'xshayapti. Qo'llaridagi narsa qo'g'irchoq. Hozir uni ikkiga bo'lib yuborishadi. Yo'q, 200 ga demoqchi edim. Stol ustidagi narsalarni yerga otib yuborib, o'rnimdan turdim. Demak, asarning kuchi, uni o'ziga tortuvchanligi, o'yga toldiruvchanlik xislati o'zgarmas bir haqiqatni, romanda hayotning abadiy va hech qachon tugal yechimini topmaydigan muammolari qalamga olinganini ko'rsatadi. Uni mutolaa qilar yoxud audio kitobini, asarni audio kitob varianti ham bor. Audio kitobini eshitar ekansiz, beixtiyor xohlaysizmi yo'qmi, yodingizga goh Aristotelni Poetika kitobidagi gap, go'zallik me'yordadir degan gap, yoki Erkin Vohidovda Ruhlar isyoni dostonidagi jaholat haqidagi rivoyat, goh rus shoiri Andrey Vazisenskyni "Ey Xudo, o'zimga o'xshagan tag'in bir bandani yaratsangchi" degan xitobini va eng muhimi, eng asosiysi esa Allohning ulug' kalomi, ilohiy kalomidagi aytilgan hukm, chuqur ketmanglar degan ogohlantirish bot-bot yodimizga keladi. Bir ikkitasini tahlilga, talqinga harakat qilaman. Aristotelning Poetika kitobida go'zallik me'yordadir deydi. Eljernunga atalgan gullar romanini o'qir ekanman, mening idrokimga shu fikr keldi. Va hali aytganim Allohning kalomidagi amr ham keldi ki chuqur ketmanglar. O'ta katta narsa go'zal emas deydi Aristotel. O'ta mayda narsa ham go'zal emas deydi. O'ta aqli pastlik ham norma emas. O'ta aqllilik, nihoyat darajada daholik ham inson bolasini ko'p qiynoqlarga solishi Eljernunga atalgan gullar romani orqali idrok qilasiz. Yoki Erkin Vohidovning Ruhlar isyoni dostonida yodingizda bo'lsa, jaholat haqida degan rivoyat bor. Umrbod ko'zi ojiz, ko'r tug'ilgan bandani, kishini bir tabib jarrohlik qilib ko'zini ochadi. Uni ko'ziga nur bag'ishlaydi, olamni ko'rishga imkoniyat beradi. Va bundan achchiqlangan o'sha davrning ulamolari, go'yo johil ulamolar, bu Allohning yaratig'iga, Allohning hukmiga qarshi bordi, isyonga keldi, kufrga keldi deb bu odamni gulxanda yoqishga amr qilishadi. Gulxanda yoqishga amr qilishar ekan, butun shaharga e'lon, va'zxon orqali e'lon tarqatishadiki, kim savobga dohil bo'lishni xohlasa, bir cho'p bo'lsa ham kelib gulxanda tagiga tashlasin. Yonayotgan tabibni oyog'ini ostiga boya o'zi qo'li bilan ko'zini ochgan inson gurillab yonadigan quchog'i to'la poxolda olib kelib tashlaydi. Yondiringlar buni. Nega? Hamma hayron. Qolganlari u bekorchilikdan tashlayapti, tomosha talabi uchun tashlayapti. Bu odamga axir yaxshilik qiluvdi-ku deb hamma hayron bo'lsa, mana shu ko'zi ochilgan odam bir gapni aytadi. Men deydi, avval ko'zim yumuqligida ko'r paytimda qo'limni cho'zib ko'chada o'tirar va uncha-buncha insonlar tashlab ketgan tangaga rizq nasiba olib, hamma odamlarni men o'zimdek pok, o'zimdek toza, o'zimdek samimiy, o'zimdek shafqatli deb o'ylar edim. Ko'zim ochilib bildimki, bu yorug' olamda inson zotidan ko'ra tubanroq mavjudot yo'q ekan. Meni qiyomatimni kuydirdi. Men qanaqa maza qilib yashayotgan edim, endi qanaqa qilib bu ochiq ko'z bilan bu dunyoda yashay olaman? Yoqinglar buni. Mana shunaqa talqinlar Eljernon kitobini o'qish davomida sizni tark etmaydi va eng muhimi boyagi gap. Allohning kalomida yaratgan siz u menga amr qilyapti. Chuqur ketmanglar deyapti. Hamma narsada. E'tiqodda ham, ilmda ham, mehrda ham, shafqatda ham, barcha narsada o'rtalig'ida tutgan ma'qul. Chunki inson bolasi
jamiki jonzotlar, yaratliqlar orasida o'rtalig'ida yaratadi. Uning harakatlarida ham o'rtalik, me'yor, mezon, bosh omil bo'lmoqi kerak. Men emasligimni his qilyapman. Charliga tegishli bo'lgan joydan uni quvib soldim. Xuddi novvoyxonadan meni haydab yuborganlari kabi. Demoqchi bo'lganim, Charli Gordon o'tmishda mavjud, o'tmish esa voqelikdir. Eski uyni buzib, uni o'rniga yangi uy qura olasan, ammo Charlini yo'q qilib bo'lmaydi. Nemur tinmay meni o'zi yaratganini ta'kidlaydi. Juda ham haqoratli so'zlar. Biroq men Charli hozir ham ongimda, oldimda, atrofimda mavjudligini aniqladim. Onasi uni kaltaklagani uchun Charli yosh boladay ayollardan qo'rqadigan bo'lib qolgan. Nahot bu tushunarsiz bo'lsa? Oylar davomida aqliy salohiyatning rivojlanishi Charlini ruhiy yetuklikka olib chiqa olmadi. Daniel Kizning Eljarnonga atalgan Gullar romanida oylar davomida aqliy salohiyatning rivojlanishi Charlini ruhiy yetuklikka olib chiqa olmadi yoki ruhiy muammolarni aqliy muammolar kabi yechib bo'lmasligini yaxshiroq anglay boshladim singari e'tiroflar o'rnagan. Ana endi ayni muammo insoniyatni aqliy takomili uning ruhiy tadriji bilan bir xil tezlik va ko'lamda o'smoqdami degan bizningcha bugun va kelajakning eng muhim, aytish mumkinki, hayot-mamot masalasini jiddiyroq o'ylaylik. Odamzod o'ylab topayotgan ilmiy yangiliklar, kashfiyotlar, kashf etilayotgan yangi texnika va texnologiyalar va hozirda o'zi yaratgan odamzodni boshini qotira boshlagan sun'iy intellekt degan narsalar ko'proq ayni shu odamzodni nimasi uchun xizmat qilyapti? Nima maqsadda xizmat qilyapti? Va bu ulardan foydalanish odamzodni madaniy o'sishi, ma'naviy o'sishi, ruhiy takomili uchun xizmat qilyaptimi yoki aksincha? Har turli sanalar munosabati bilan o'tkazilayotgan harbiy paradlarda yurakni vahimaga soluvchi musiqalar ostida namoyish etilayotgan barcha qurollardan katta kishi, barcha yerda yuruvchi, osmonda uchuvchi, suvda suzuvchi barcha xudolardan yaratishdan maqsad nima? Agar men chumchuq yoki bedana ovlash uchun desam ancha sodda yo'l bo'lib qolarman. Axir ular sizu bizdek inson bolalarini o'ldirish, yer bilan bitta qilish uchun qilyapti. Ilmni, aqlni rivoji bilan ruhiyatni, qalbni takomili bir xil me'yorda bormoqda deb aytish uchun men qanchalar aqli zaif, go'l, omi bo'lishim kerak. Romanni o'qib tugatganingizdan keyin 3-4 kun uning bosh qahramoni Charli Gordonni tushib qolgan vaziyatga boya aytganimdek tomog'ingizga tiqilib, ko'zingizga yosh kelib, afsus, nadomat bilan 3-4 kun yurishingiz tabiiy, chunki siz bilan men odamman. Ta'sirlanmaslik mumkin emas, achinmaslik mumkin emas Charliga. Lekin keyinchalik sal o'zimizga kelganimizdan keyin Charlini borib yetgan manzili shunchalik darajada fojialimikin degan o'y ham kela boshlasa kerak nazarimda. Shaxsan menda shunaqa bo'ldi. Ya'ni Charli tanlagan yo'l juda fojiali yo'lmi? Suhbatimizni boshidan beri aytayotganim, axir Charli Gordon 32 yil hayoti davomida ayrim paytlarda haligi uni ham aqlli bo'lib qolgandan keyin, aqli ochilgandan keyin eslab iztirobga tushmasa agar, onasini qilgan qiliqlaridan o'sha iztiroblarni demasa agar, Charli biror joyda inson bolasiga nafrat tuyg'udimi? Odamzodga, hayotga, dunyoga bir bepisandlik tuyg'udimi? Achchiq tuyg'udimi? 32 yil davom etdi. Keyin nima bo'ldi? Charli aytganimiz aqli yetuklikka yetishib qanchalik chuqurroq, olimroq, ko'proq dunyoni bila boshlagani sari nima bo'ldi? Hammadan kerak bo'lsa o'zini tuzatganlardan ham hammadan hafsalasi pir bo'la boshladi. Holbuki bularga bor yo'g'i 3-4 oylik muddatni o'zi yetarli bo'ldi. Ana shu ma'noda aqllilar dunyosiga to'yib bezib ulgurishi uchun unga bor yo'g'i 32 yil emas, 3-4 oyning o'zi kifoya qiladi. Shunday ekan, uning asar nihoyasida borib yetgan manzili siz bilan biz o'qigan ulug' donishmandlar esa hayotida chinakamiga amal qilgani uzlatga chekinish, Mashrabdek, Nasimiydek, ulug' mutasavviflardek
o'zlakka chekinish sifatida ham idrok qilinishi mumkinmi yo'qmi? Balki Charli Gordon emas, o'sha tentaklar manzilini o'ziga maskan tutgan Charli Gordon emas, balki siz bilan men, bu go'yo aqllilar dunyosida yashayotgan kishilar o'sha achinishga, o'sha ta'assufga loyiqroqdirmiz. O'ylab ko'ring. Xayr, salomat bo'ling.